Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aktivda prosta tak bomba qilib yuborayotganlaring uchun men ham sizlar uchun skidkani bombalarni qo'yishda davom etaman. 99 ta like, 12:00 gacha albatta bitta odam like bosadi. Shuning uchun 100 ta like, 100 ta komment bo'ladigan bo'lsa, men moshni video skidka qilib beraman dedim. Mana shu allaqachon 99 ta like, 98 ta kommentariya bo'ldi. Mana shu video ham ertagacha 24 soat ichida 100 ta like, 100 ta komment bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirilgan razmerlar bo'yicha dahshat skidka qilib beraman. Videoni kuzatishda davom etinglar. Biz boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizdan eng ko'p so'ralayotgan o'lchamlardan bittasi kichkina razmerdan boshlamaymiz, albatta katta razmerlardan. Eslatib o'taman, videoda e'lon qilinayotgan narxlar faqat bizga obuna bo'lgan, mana shu videoga like bosgan va kommentariyada samimiy izohlarni yozib qoldirgan mijozlar uchun amal qiladi. Qolganlar uchun amal qilmaydi. 3 ga 7 o'lchamdagi gilomimiz. Oy, mana shuni o'zi bozorda o'rtacha 1.600.000, 1.700.000 so'm atrofida sotilyapti. Orqalari 100% kanot to'qimali bo'ladi. Bugun nechta gilom qo'yaman deb o'ylaysizlar? Taxmin qilib turinglar. Videoda oxirida aytadigan narxlarim prosta sizlarni shokka solishi mumkin. Kecha soat 12:00 da qo'yilgan gilomimiz soat 1:00 da sotilgan. Bugun xudo xolasa undan ham zo'rini qilib berishga harakat qilaman. Birinchi o'lchamimiz 3 ga 7 metr bo'ladi. Undan tashqari eng ko'p so'ralayotgan o'lchamlardan yana bittasi 3,5 metrga 4,5 metr. Yana bir bor eslatib o'taman, bu narxlar faqat bizga obuna bo'lgan, mana shu videoga like bosgan va kommentariyada samimiy izohlarni yozib qoldirgan mijozlar uchun amal qiladi. Monqaraylar, jigarlar. 3,5 metrga 4,5 metr, orqalari 100% to'qimali, rezinka, bezinka bo'lmaydi, kley bo'lmaydi. Mana shuni o'zi bozorda 1.100.000, 1.200.000 atrofida sotilyapti. Kalkulyatorlarini olinglar va hisoblab turinglar. Biz boshladik uje. Xo'p, bizdan yana so'ralayotgan razmerlardan bittasi bu mashi gilomda guli yoqsa bitta like'da banglatib qo'yasizlar. Uje 3-gilomni qo'yapman. Narxini prosta taxmin qilib turinglar. Agar sizlardan arzon aytadigan bo'lsam, kommentariyada bomba izohlarini kutib qolaman. Hammaning izohini o'qiyapman, hammaning izohiga maksimalni javob qaytaryapman. Bugungisi boshqacha bo'ladi. 3 ga 5 metr. Hurmatli obunachilar, gilomda rasvetkasiga o'zlaring baho beringlar. PPN svet hamda oq svet kombinatsiya qilingan klassik uslubdagi gilomimiz, orqalari 100% to'qimali bo'ladi. Mana shu gilomda ham o'zi bozorda 1.200.000, 1.300.000 atrofida sotilib turibdi. Allaqachon 3 ta gilom qo'ydik va sizlar uchun va yana sizlar uchun katta o'lchamdagisidan ham qo'shamiz. Narxini prosta taxmin qilib turing, prosta shok bo'lasiz. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib, kommentariyada samimiy izohlarni yozib qoldirgan mijozlarimiz uchun skidkani bombasi. Bunaqasi faqat bizda bo'ladi. Qanaqadir savollar tug'iladigan bo'lsa, kommentariyada silka qoldirganman, Telegram kanal silkasi. O'tib savollaringga bemalol javob olishlaring mumkin. Manzillar, Instagram kanallarimiz hammasini yozib qo'yganman. Prosta sizlar like bosinglar, poddeshka qilinglar. Ertagacha mana shu video 100 ta like, 100 ta komment yig'adigan bo'lsa, shunaqa skidkalardan qo'yib boramiz. Sizlarga kerak bo'ladigan o'lchamlarni izohlarda yozib qoldiring. Gilomimizni guliga o'zlaring baho berasizlar. 4 ga 5 o'lchamda. Sezyapsizlar, jigarlar. Umuman kichkina razmer qo'shganim yo'q. 4 metrga 5 metr. Bozorda mana shu gilomda o'zi 1.400.000, 1.600.000 atrofida sotilib turibdi. Kalkulyatorda adashib ketmanglar. Allaqachon 4 ta katta o'lchamda gilom qo'yib qo'ydim. Va hurmatli obunachilar, sizlar uchun bitta mayli qo'shamiz, yana bitta katta razmerdan 3,5 ga 4 so'raganlar uchun bitta 3,5 ga 4 qo'shib yuborsak ham bir joyimiz kamayib qolmasa kerak. Bitta, ikkita, 3 ta. Hammasi pochkadan ochilayotgan gilomlar. 3,5 ga 4 movisini so'raganlar uchun gilomda rasvetkasi yoqsa, bitta like'ni bosib qo'yasizlar. Gulini qaranglar, buni jigarlar. Moviyni ham ishlatish kombinatsiyasi bor. Qaysidir gilomlarda chekkalari moviy bo'ladi, o'rtasi PPN svet bo'ladi. Bunda aksincha
ko'proq PPN svetga urg'u berilgan. Gilom ham shuning uchun ochilib turibdi. Orqalari 100% to'qimali, molos bas bu gilomlar. 3,5 ga 4, 3 ga 5, 3,5 ga 4,5, 3 ga 7, 4 ga 5 o'lchamlar bo'ldi. Men har doim obunachilarimga nima qilaman? Bizga obuna bo'lsa, kommentariyada samimiy izohlarni qoldirsa, bizga like bossa, bonus qoldirmaymiz jiyanlar. Mayli sizlar uchun, mana qadrli obunachilarim uchun mash komplektga ham bitta 2 ga 3 o'lchamdagi gilomimizni bonus tariqasida qo'shamiz. Narxini taxmin qildingizmi? Nechta gilom bo'ldi jiyanlar? 6 ta gilom bo'ldi. Mana. Nima deyapti jiyanlar? Bitta 2 ga 3, bitta 3,5 ga 4, bitta 3,5 ga 4,5, bitta 3 ga 5, bitta 4 ga 5 va bonus tariqasida bitta 2 ga 3 o'lchamimiz. Hozirroq like bosib qo'ying, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'lib qo'ying. Mana shularning barchasi necha pul bo'ldi deb o'ylaysizlar? Bozorda o'rtacha 1,400,000, 1,500,000 so'm atrofida sotilgan taqdirda ham 5 ta gilomlaring 7,500,000 so'm atrofida bo'ladi. 2 ga 3 ta o'rtacha 300,000, 400,000 deganimizda ham 7,5-8 million atrofida quvib qo'ydi. Lekin sizlar podeshkani bomba qildilaring. 100 ta like so'rasam, 150 ta like, komment so'rasam, samimiy izohlarni o'qib, men prosta garang bo'lib qolyapman. Mana shu barcha gilomlar bonusi bilan Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent shaharlariga kelishilgan holda dastavka xizmatini qilib beramiz. Shularning barchasi atiga 349 dollar. Ulgurib qo'yinglar, kecha 1 soatda sotilgan. Bilmayman, rekordni yangilamoqchilar bo'lsa, sizlardan kutib qolamiz. Joninglar sog' bo'lsin jigarlar. Ko'rishguncha xayr. Maksimal like bosamiz jigarlar, maksimalni.